x kvadratni t'da birlashtirib olamiz. T kvadrat minus 5t plus 4 bo'ladi. Kvadrat ilova etsak, ildizlari t1 teng 1, t2 teng 4 bo'ladi. Chiqqan javobni olib borib qo'yamiz belgilash qilgan joyimizga. X kvadrat barobar 1, x kvadrat barobar 4 bo'ladi. Endi x teng plus minus 1, x teng plus minus 2. x1 2, x3 4. 4 ta javob bor ekan. B kvadrat tenglamani. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. X kvadrat barobar t deb belgilash kiritasiz. T kvadrat minus 20t plus 16 teng 0. Ildizlarni topsak, t1 teng 64. t1 teng 4, t2 teng 16. Qaytarib qo'yamiz belgilashimizga. X barobar plus minus 2. x1 x2. X kvadrat barobar 16, x barobar plus minus 4. Bu tenglamani ham 4 ta javobi chiqadi. Plus minus 2 plus minus 4. Uchinchisi, x kvadrat barobar t deb belgilash kiritamiz. T kvadrat minus 5t minus 16. 36 teng 0. T1 teng 9, t2 teng minus 4. Qaytarib qo'ysak belgilashimizga x kvadrat barobar 9, x barobar plus minus 3. X kvadrat barobar minus 4. Bunda bo'sh to'plam haqiqatda yo'q bo'ladi. 4-tinchisi ham xuddi shunaqa, 5-tinchisi ham xuddi shunaqa. Ularni ishlab ko'rsangiz bo'ladi. 6-tinchisidan boshlasak bo'ladi yana. X kvadrat x kub teng t deb belgilash kiritamiz bu safar. X ning 6-tinchisi t kvadrat bo'ladi. 28t plus 27 teng 0. Kvadrat tenglarni ishlab chiqsak, t1 teng minus 27, t2 teng minus 1 bo'ladi. X kub teng minus 27, x barobar x kub teng minus 3 ning kubi, x teng minus 3. x1 bu. x2 ni topamiz. Belgilashga minus 1 borib qo'yamiz. X kub teng minus 1. X teng kub ildizi ostida minus 1. X teng minus 1 chiqadi kub ildizi ostidan. Bu x2 bo'ladi. 7-tinchisi. Bu ham xuddi shunaqa misol. X ning kubini t deb belgilash kiritish kerak bo'ladi. 8 x ning 6-tinchisi t kvadratga to'g'ri keladi. 9t plus 1 teng 0. Kvadrat tenglarni yechib chiqsak, ildizlarimiz t1 teng 1, t2 teng 1 taqsim 8 bo'ladi. Chiqqan javobni olib borib qo'yamiz belgilash qilgan joyimizga. X ning kubi teng 1, x ning kubi barobar 1 taqsim 8. X teng 1 chiqadi bundan. X birinchi ildizimiz, ikkinchisi esa kub ildizi ostida 1 taqsim 8 desak, 1 taqsim 8dan kub ildizi ostidan 1 taqsim 2 chiqadi. Bu x2. 8 misolga e'tibor bersak, x ning 4-tinchisi x ning 8-ni qatnashyapti. X ning 4-tinchisi t deb belgilash kiritamiz. X ning 8-tinchisi unda t kvadrat bo'ladi. Minus 17t plus 16 teng 0. t1 teng 1, t2 teng 17. 16 ekan, adashimiz shu joyga. 16. t2 teng 16. X ning 4-tinchisi teng 1, x ning 4-tinchisi teng 16. X barobar plus minus 1 chiqadi. X barobar plus minus 4-tinchi ildiz ostida 16 deb qaraylik. X teng plus minus 2. X1 2, X3 4. 4 ta ildizga ega keladiganimiz ham. 9 ham xuddi shunaqa ishlanadi. O'zida ish hosillar bo'ladi. 10-chi ham xuddi shunaqa. 11 dan boshlab ko'rsatsa bo'ladi. X minus 3x minus 4 ni t deb belgilash kiritamiz. Bunda birinchisi t kvadrat minus 5t plus 6 teng 0. t1 teng 2, t2 teng 3 ildizlarimiz kvadrat tenglamani. Chiqqan javobni olib borib qo'yamiz belgilashimizga.
3x minus 4'ni 2'ga tenglab ishlab olamiz. 3x minus 4'ni 3'ga tenglab ishlab olamiz. 3x teng 4 ikkinchi tomonga plus bo'lib 6 bo'ladi. X barobar 2. Birinchi ildiz. 3x teng 7. X teng 7 taqsim 3. X 2. Keyingisi xuddi shunaqa 12-chi misol yana bitta kelyapti. 2x minus 1 ni t deb birlashtirsak, unda bu birinchisi t kvadrat plus 8t plus 15 teng 0 bo'ladi. Ildizlarimizni topsak, kvadrat tenglamani t1 teng 3 bilan t2 barobar 5. Adashmasam minusdan bo'ladi. Chiqqan javoblar birlashgan joyimizga olib qo'yamiz. 2x minus 1 teng minus 3 deb ishlab olamiz. 2x minus 1 barobar minus 5 deb ishlab olamiz. 2x barobar minus 2, x teng minus 1. Birinchi ildizimiz. 2x teng minus 4, x teng minus 2. Bu ikkinchi ildizimiz. 13-chi misolda buni bemalol ishlab o'zlashtirsangiz ham bo'ladi. 14 ham xuddi shunaqa. 11 16 ni ko'rsatsam bo'ladi bemalol ishlash. T deb birlashtiramiz. X kvadrat plus 2x t kvadrat minus 2t minus 3 teng 0. T1 teng 3, t2 teng minus 1. Chiqqan javobni olib qo'yamiz belgilashimizga. Ya'ni x kvadrat plus 2x teng 3. X kvadrat plus 2x minus 3 teng 0. Ildizlarimiz x1 teng minus 3, x2 teng 1. Keyingisi x kvadrat plus 2x teng minus 1. X kvadrat plus 2x plus 1 bo'lib o'tadi. Ikkinchi tomoniga buni qisqa ko'paytirish ko'ra yig'ib olsak, x plus 1 teng 0, x teng minus 1 degan javob bo'ladi. Demak, bu javob x3 bo'ladi. 3 tilasiga ekan tenglamamiz. Keyingisi 13-chi misolga xuddi shunaqa birlashtiramiz. X kvadrat plus 1 teng t. T kvadrat minus 6t plus 5 teng 0. T1 barobar 5, t2 barobar 1 bo'ladi. Kvadrat tenglarni ishlab chiqsak, chiqqan javobni belgilashimizga olib qo'yamiz. X kvadrat plus 1 barobar 5 bo'ladi. X kvadrat barobar 5 ayrilgan 1. X kvadrat barobar 4. X teng plus minus 2. 1 2. X1 x2 bu. Keyingisi x kvadrat plus 1 teng 1. X kvadrat barobar 0 bo'ladi. X teng 0. Bu x3. Bu tenglama ham 3 ildizga ega ekan. 18, 19, 20lar bir-biriga juda o'xshab ketadi. Shuning uchun mustaqil harakat qilib ko'rsa bo'ladi. 20-chisidan 21-chisidan tenglamadan o'tsak bo'ladi yana. Xuddi shunaqa belgilash bu yerda ham bor ekan. Faqat uzunroq bu. X kvadrat plus 3x plus 2 teng t deb birlashtiramiz. T kvadrat plus 7t teng 18. T kvadrat plus 7t minus 18 teng 0. Kvadrat tenglarni ishlab olsak, t1 teng minus 9, t2 teng 2. Chiqqan javobni olib qo'yamiz belgilashimizga. X kvadrat plus 3x plus 2 teng minus 9. X kvadrat plus 3x plus 11 bo'ladi bu yerda. Diskriminantni tekshirib ko'rsak, 9 minus 44. Ko'rinib turibdiki, diskriminant manfiy. Ildizlarimiz, haqiqiy ildizlar yo'q bu yerda. Keyingisi x kvadrat plus 3x plus 2 teng 2. Ikkilar yeshib ketadi o'zaro bir-biri bilan. X kvadrat plus 3x teng 0. X chiqarib olsak, x plus 3 teng 0. X birimiz 0, x ikkimiz esa minus 3. Demak, ikkita ichimga ekan bu tenglamamiz. 22 ham xuddi shunaqa belgilash, yuqoridagidek. 23 ni ko'rsatsa, mana 24-misoldan boshlasak bo'lar ekan. 23 ham o'xshaydi. Mustaqil o'rinda ko'rsa bo'ladi, bemalol. 24. Belgilash qilamiz buni ham. X
5x taqsim x plus 3 ning qavus kvadratini t deb birleştiritamiz. Şunda birinchisi t kvadrat minus 3t minus 4 bo'ladi. Ildizlarimiz t1 teng 4, t2 teng minus 1. Chiqqan javoblarni birleştirgan joyga borib qo'yamiz. Ya'ni 5x taqsim x plus 3 ning kvadrati barobar 4. İki tomondan kvadrat ildizlar olursak, o'ng tomonda plus minus 2 paydo bo'ladi. 2 ga tenglab ishlaymiz hozir. Beş x teng 2x plus 6 x barobar 2. Birinchi ildizimiz, keyingisi xuddi shuni minus 2 ga tenglab ishlaymiz. 5x barobar minus 2 x minus 6. 7x bo'lsa bu yerda tomon o'tqazib x2 barobar minus 6 taqsim 7. Endi ikkinchi birlashib qo'yamiz. 1 ni borib qo'yamiz joyiga. 5x taqsim x plus 3 ning kvadrati barobar minus 1. Endi bu yerda bo'sh to'plam bo'ladi, chunki minus 1 chiqish mumkin emas kvadratdan. Demak, bu ikkita ildizga ega ekan. Bu tenglar ikkita ildizga ega ekan. Keyingisi 25 ham xuddi shunaqa ishlanadi. 3x taqsim x plus 1 ni t deb birleştiritamiz. T kvadrat minus 5t plus 6 teng 0 bo'ladi. Birinchi ildizimiz 2, ikkinchi ildizimiz 3 bo'ladi. Chiqqan javobni birlashtirgan joyga borib qo'yamiz. Birinchi ildizimiz 2, ikkinchi ildiz qidirib topamiz. Boşluk. Bitta ildizga ekan tekramamiz. 26 dan 28 gacha, 30 gacha bir xil misollar ekan. Tenglamaning haqiqiy ildiz yig'indisini toping degan. Tikda ko'rsatamiz buni. Birinchisi haqida gaplashamiz. 3x taqsim x plus 1 ning kvadrati teng t deb birlashtiramiz buni ham. T kvadrat minus 8t minus 9 barobar 0 bo'ladi. T1 teng 9, t2 teng minus 1. Tenglama ildizlar bo'ldi bu. Endi chiqqan javobni borib qo'yib belgilashimizga. Teng 9. Ikkala tomondan ham kvadrat ildiz olsak, o'ng tomonda plus minus 3 paydo bo'ladi. 3 ga tenglab ishlaymiz, keyin minus 3 ga tenglab ishlaymiz. 3x taqsim x plus 1 teng 3. 3x teng 3x plus 3 0 teng 3. Bu bo'sh to'plam ekan. Ikkinchisi 3x taqsim x plus 1 barobar minus 3. X plus 1 da minus 3 ko'paytirib boramiz. Minus 3x minus 3. 6x barobar minus 3. X barobar minus 1 taqsim 2 bo'ladi. X birinchisi. İkinci tenglamasini ishlaymiz. Endi minus chiqqan joy minus 1 ni t2 olib borib birlashgan joyimizga qo'yamiz. Teng minus 1 bo'ladi. Bo'sh to'plam. Kvadratda minus 1 chiqmaydi hech qachon. Shuning uchun bu tenglamamiz bitta ichimga ekan. 27. Bu ham belgilash. X kvadrat minus 3x t deb birlashtiramiz. Shunda t plus 1 bo'ladi. Ikkinchisi t plus 3 bo'ladi. Teng 3. Qoslashaveramiz. T kvadrat plus 4t plus 3 teng 3 bo'ladi. Shular ish bitsa, t kvadrat plus 4t barobar 0. T'ni chiqarib olamiz. Demak, t1imiz 0, t2imiz minus 4 bo'ladi. Chiqqan javobni birlashtirgan joyga olib qo'yamiz. Ya'ni x kvadrat minus 3x barobar 0. X chiqarib olsak, x minus 3
barobar 0. X1'imiz 0. X2'miz ise 3 bo'ladi. Ikkinchisi x kvadrat minus 3x teng minus 4 qilib belgilashga borib qo'yamiz. Bir tomonga o'tkazib olamiz, kvadrat tenglama tuzib olamiz, uni ishlaymiz keyin. x1 plus x2 vit qo'yib ko'raylik. 3 bo'lsa, x1 ko'paygan x2 teng 4. Vit yaramasiga ko'ra to'xtaylik, buni tezkordan tekshirib ko'rsagan bo'lar ekan. 9 minus 4 ko'paygan 4 manfiy bo'sh to'plam. Haqiqiy ildizlar yo'q ekan. Ikkita ildiz bor ekan. Ildizlar yig'imida esa 3 bo'ladi. 0 ga 3 qo'ysak 3. 28 ham xuddi shunaqa ishlanadi. Mustaqil o'rin ko'rsa bo'ladi. 29, 30lar bir xil tipdagi misollar. Mana 29 sal yordam beraversa bo'ladi. Mana bu joyi t desak, bunisi ham t bo'ladi. Unda t plus 4, t plus 6 teng 24. Qo'z ochib yuborsalaring t1'imiz 0, 2'miz minus 10 bo'ladi. Chiqqan javobni olib borib qo'yib belgilash mumkin. Xuddi oldingi ishlanadi bir xil. 5x teng 0, x1 teng 0 bo'ladi, x2 teng minus 5 bo'ladi. Ikkinchi belgilash qo'yib yuborsak, x kvadrat plus 5x teng minus 10, x kvadrat plus 5x plus 10 teng 0. Endi buni rismda topib ko'rsak, 25 minus 40 4 kira 10. Manfiy, bunda ildizlar yo'q. 30-si. Bunda ham xuddi shunaqa ishlanadi. Mana buni t deb belgilashga kiritsak birinchisini, ikkinchisini esa t plus 3 ga keladi. T plus 3. Qoslarni ochib, bir tomonga o'tkazib, t1 ikkilab topib, o'sha belgilashni qaytarib qo'ysak javob chiqadi. Mustaqil o'rinib ko'rsa bo'ladi. 31. Tenglamaning haqiqiy ildizdan ko'paytmasini toping. Bu ham xuddi shunaqa. Mana bu birinchisini t desak, ikkinchisi 1 taqsim t ga keladi. Teskari. Shuning uchun t plus 1 taqsim t teng minus 2. O'yin mahrajga yurib boramiz. T kvadrat plus 1 teng minus 2t. Bir tomonga o'tkazib olamiz. T plus 1 ning kvadratligi ko'rinib turibdi. T plus 1 barobar 0, t teng minus 1. Chiqqan minus 1'imizni belgilash qilgan joyga olib qo'yamiz. X kvadrat 3x taqsim 2 teng minus 1. X kvadrat minus 3x teng minus 2. Bir tomonga o'tkazib olib, kvadrat tenglama tuzib, kvadrat tenglamaning ildizlarini ko'paytmasini topamiz. x1 ko'paygan x2'miz vit yaramasiga ko'ra 2 ga teng. 32 misol ham xuddi shunaqa ishlanadi. Mana buni t deymiz. Birinchisini, ikkinchisi esa 1 taqsim t bo'ladi. T plus 1 taqsim t teng minus 4. Umumiy mahrajga yuraveramiz. T kvadrat plus t teng minus yerda 3 sal qoldiribmiz. Mana bu yerda 3 bor ekan. 3t deb yozaversak bo'ladimi bu joyiga? 3t kvadrat minus 4t. Bir tomonga o'tkazib olib, kvadrat tenglama tuzib olamiz. Mana bu yerda 1 plus 4t plus 1 teng 0. Ildizlarimiz t1 teng minus 1, t2 teng minus 1 taqsim 3. Chiqqan javoblar belgilashga borib qo'yamiz. X taqsim x kvadrat plus 2x plus 2 teng minus 1. X teng minus x kvadrat minus 2x minus 2. Bir tomonga o'tkazib yuborsak, 3x plus 2 teng 0 bo'ladi. Birinchi ildizimiz
-1, ikkinchimiz -2. Ularning ko'paytmasi shuni vitga qo'yib bir topib olsam bo'lardi. x1 ko'paygan x2 esa 2 bo'ladi. Ikkinchi belgilashni olib borib qo'yamiz joyiga. x taqsim x kvadrat plus 2x plus 2 teng 1 taqsim 3. Proporsiya qo'yarsak x kvadrat plus 2x plus 2 teng 3x x kvadrat 3x bu tomon minus bo'lib o'tib 2x bilan minus x paydo bo'ladi. Plus 2 teng 0. Tez bilan tekshirib ko'ramiz. 1 ayrilgan 4 ko'paygan 2. Ko'rinib turibdi manfiy. Demak, buni haq ildizlari yo'q. Keyingisi 33, 34 ham bir xil. Mana 34 bir ko'rsak bo'ladi. Uniki 5 bor, lekin ehtiyot bo'lamiz bu safar. Buni t desak, 5 siz belgilash qilishimiz kerak. 5 ni alohida ajratib olamiz va demak qolgani t yoki 1 taqsim t bo'ladi. 5 qatnashmaydi belgilashimizga. T plus 5 taqsim t teng 6 bo'ladi. Uni yaxshilab berib yuborsak, t kvadrat 5 teng 6t. Kvadrat tenglamani tuzib bir tomonga o'tkazib, uni ildizdan topib olamiz. Ko'rinib turibdi, t 1 barobar 5, t 2 barobar 1. Chiqqan javoblarimizni belgilash qilgan joyimizga olib borib qo'yamiz. 5 x kvadrat plus 6 teng 5x bo'ladi. X kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. x1 barobar 2, x2 barobar 3. Ko'paytmasi so'ralgan bo'lsa 6 bo'ladi. Bitga ko'ra ham 3 ni ko'paytirsam 6 bo'ladi. Endi oson kvadrat tenglamani birdan ishlab tashlasa bo'ladi. Keyingisini qo'yamiz. 1 x kvadrat plus 6 teng x x kvadrat minus x minus 6 plus 6 teng 1. Buni diskret topib ko'rsak bo'ladi, chunki kvadratimizni ishlab tashlamayapmiz. Mana b kvadrat 1 minus 4 ac. Ko'rinib turibdi manfiy. Demak, buni haqiqiy ildizlari yo'q. Javob 6 bo'ladi, ildiz ko'paytmasi. Ildizlar 2 bilan 3 bo'ladi. 35 ham mustaqil ishlab ko'rsa bo'ladi. Xuddi yuqorida misollarga qarab keyingi o'tib ketamiz. Tenglamani yeching. Tenglama ishlash uchun tenglamani hammasini bir tomonga o'tkazamiz. Umumiy bo'lgan x minus 2 larni chiqarib olamiz. Ikkalasida ham bor. Minus 5 plus x paydo bo'ladi. Minus ta'sir qilib har birini 0 ga tenglaymiz. X minus 2 barobar 0, x barobar 2. Bu ham xuddi shunaqa. 2x minus 1 dan soddalashtirib yubordim. X teng 2x teng 2, x teng 1. Bu x2, bu x1 bo'ladi. 37 misol ham xuddi shunga o'xshab ketar ekan. Tenglamani bir tomonga o'tkazib olamiz. Hammasini umumiy bo'lganlarini qovusdan tashqariga chiqarib olamiz. X plus 4lar bir-biriga juda o'xshaydi. Shuning uchun x plus 4larni chiqarib olamiz tashqariga. Minus ta'sir qilganda x plus 3imiz minus x minus 3 paydo bo'ladi. Har bir qovusni 0 ga tenglayib yuboramiz. X teng minus 4. Bu x minus 2 teng 0, x barobar 2. Bu x2 bo'ladi. Bu x1 bo'ladi. Keyingisi 38 ham mustaqil ishlasa bo'ladi. Yuqorida misolga bir xil bo'ladi. 39 o'rni ko'ramiz qani. Bir tomonga o'tkazamiz. O'tkazish mobaynida 3x plus 3 dan 3 ni chiqarib oldim. Bundan 2 ni chiqarib olamiz. X minus 2. Ayrilgan x minus 2, x plus 3 bu tenglikning ikkinchi tomoniga o'tib ketdi. Umumiylari x minus 2 ikkalasida ham bor. Umumiy ko'paytiruvchini qovusdan tashqariga chiqarib olamiz.
Har bir qovusni 0 ga tenglay beramiz. 6x plus 6 minus 2 minus 3 teng 0. 5x barobar 3, x barobar 3 taqsim 5. X 2, x 1 qabul qilamiz. 40 misol ham 39 bilan bir xil mustaqil ishlab ko'rsa bo'ladi. 41 ishlab ko'ramiz. Ikkita qolga ajratib boramiz. Qisqa ko'paytirishga ko'ra x minus 2, x plus 2 bo'ladi. X plus 3. Shu vaqtning o'zida ikkinchi tomonda turgan ifodani birinchi tomonga o'tkazib boramiz. Va 2 ni chiqarib olamiz. 2x plus 6 dan. Shunda x plus 3 paydo bo'ladi. Teng 0. Umumiy ko'paytuvchilarni qovusdan tashqariga chiqaramiz. Kimlar umumiy? X minus 2 umumiy. X plus 3 umumiy. Demak, bu safar ikkita ko'paytuvchi qovusdan tashqariga chiqadi. Qolyapti x plus 2 va 2 teng 0. Har bir ko'paytuvchini 0 ga tenglab dizlarni topa olamiz. Bu safar menimcha 3 ta diz chiqsa kerak. 3 ta ko'paytuvchi bo'lganligi uchun. x3, x2, x1. Keyingisi. 42 ham 41 bilan bir xil mustaqil ishlab ko'rsa bo'ladi. Mana bu 44 ni ko'ramiz. X minus 3, x plus 3. 2x minus 1 minus x minus 3 qilib o'tkazamiz. Ko'paytiruv x minus 0.5 ni kasrga aylantiramiz. Teng 0. Hozircha umumiylar x minus 3, x plus 3, 2x minus 1 minus x minus 3 qovusdan tashqariga chiqib ketgan edi. Bu yerda qolyapti. Umumiy maxraj berib yuboramiz birdaniga. 2x minus 1 taqsim 2 barobar 0. X minus 3 ni 0 ga tenglab bittasini topib qo'yamiz. Qolganlari x plus 3, 2x minus 1 ayriluv 2x minus 1 taqsim 2 teng 0. Yana qovusdan tashqari x minus 1 ni chiqarib olamiz. Qovus ichida x plus 3 minus 1 taqsim 2 qolib ketadi. Demak, 2x minus 1 ni 0 ga tenglasak x teng 1 taqsim 2 paydo bo'ladi. X plus 3 minus 1 taqsim 2 teng 0 ga tenglasak x barobar minusdan 2,5 paydo bo'ladi. x3, x2, x1 deb berishib qo'yganmiz. 44-savolga qarasak, birinchi qovusdan 3 ta chiqarib olamiz. Bundan 4 ta chiqarib olamiz keyin. 4x kvadrat minus 16 dan 4 ta chiqarib olamiz. X kvadrat minus 4 paydo bo'ladi. Minus mana bu 2x minus 6 dan keyin bu yoqqa o'tkazganimizcha 2 ni chiqarib olamiz. X minus 3 paydo bo'ladi, x minus 2 keyin. 3 mana bu ifodani x kvadrat minus 4 ikkita qovusga ajratamiz qisqa ko'paytirishga ko'ra. Shu vaqtning o'zida biz mana bu yerda 3 bilan 4 ni ko'paytirib 12 deb yozib ketamiz. X minus 2, x plus 2 paydo bo'ladi. Hozir hammasidan umumiy ko'paytuvchini qovusdan tashqariga chiqarib olamiz. Ya'ni 2 chiqadi. 12 bilan 2 dan. X minus 3'lar ikkalasida ham bor. X minus 2 ham bor. Bu yerda 6 ko'paygan x plus 2 paydo bo'ladi. Minus 1 teng 0. Birinchisidan x1 teng 3 paydo bo'ladi. Ikkinchi qovusdan x2 teng 2 paydo bo'ladi. Buni qo'shib yuboramiz. x3 deb qabul qilamiz. 45-savol. 45-savol. Yuqorida o'xshab ketadi, lekin urinib ko'ramiz baribir.
x ning 4-tanisi minus 16 ni ikkita qosga ajratamiz. X ning kvadrati minus 4. X ning kvadrati plus 4. 2x minus 4 dan 2 ni chiqarib olamiz. X minus 2 paydo bo'ladi. Ayriluv x kvadrat plus 4. 3 ni chiqarib olamiz. X minus 2. X plus 2 bor oxirida. Teng 0. Mana bu ifodani biz ikkita qosga ajratamiz. X minus 2, x plus 2 qilib. X ning kvadrati plus 4 ko'paygan 2, x minus 2 minus x kvadrat plus 4 3 qolgan o'z yoza olinyapti boshqa qotdan. Hozir biz umumiy ko'paytirishni qosdan tashqariga chiqarib olamiz. Xo'sh, x minus 2 ikkalasida ham bor. X plus 2 ham bor. X kvadrat plus 4 ham bor. X minus 2 x plus 2 x kvadrat plus 4. Qosdan tashqari chiqarib olsak qoladi. Qosning ichida 2x minus 2 qoladi, bu yoqda minus 3. Teng 0. Har bir qosni 0 ga tenglab ishlab chiqsak, birinchisidan x1 teng 2, ikkinchisidan minus 2, uchinchisini esa x kvadrat teng minus 4 bo'ladi. Bu uch to'plam. Minus 4 chiqishi mumkin emas x kvadratdan. 2x minus 4 qosni ochib beryapmiz shu vaqt bir vaqtning o'zida. 2x barobar 7, x barobar 3,5. Bu x uchinchisi bo'ladi. Demak, tenglab 3 taliziga ekan. Qurolning savoliga to'xtalamiz. Tenglikning bir tomoniga o'tkazib olamiz. Bundan ham umumiylarini chiqarib olamiz. X minus 3 ning 4-inchisi x minus 3 ning kvadrati minus 1 barobar 0 paydo bo'ladi. X minus 3 ning 4-inchisi teng 0. X teng 3. Buning ildizi. Ikkinchisini ham 0 ga tenglaymiz. X minus 3 ning kvadrati barobar 1. Ikkala ham kvadrat ildiz olsak x minus 3 teng plus minus 1 paydo bo'ladi. X minus 3 barobar 1. X minus 3 teng minus 1. X barobar 4. X barobar 2. X2, X1 bo'ladi. Yo, X1, X2, X3 bo'ladi. 3 ta ildizi bor ekan. Yig'indisini so'rayapti. Qo'shib qo'yamiz. 3, 4, 2, 6, 9 bo'ladi. Ildizi yig'indisi. 40-chi misol ham xuddi shu usuldan ishlanadi. Hammasini tenglikning bir tomoniga o'tkazib, umumiylarini, ya'ni ikkalasida ham x plus 9 ning 5-inchisi bor. Birinchisidan 7-inchisi edi. 5-inchisi tarafdan chiqarib ketsa, kvadrati qoladi. Minus 1 barobar 0. X plus 9 ning 5-inchisi teng 0. X barobar minus 9. Ikkinchisi x plus 9 ning kvadrati minus 1 teng 0. X plus 9 teng plus minus 1 paydo bo'ladi. X plus 9 barobar 1. X plus 9 teng minus 1. X barobar minus 8. X barobar minus 10. 48, 49-chi 50-chi savolda mustaqil o'rinni ko'rsa bo'ladi. 51-chi savolda boshlaymiz. Suratni 0 ga tenglaymiz. Mahrajni esa 0 ga tenglamaymiz. Teng emas 0 qilib ishlaymiz. X teng emas 1 ekan. Bu kvadrat tenglama ishlab chiqsalaring x barobar 1, x2 barobar 2 bo'ladi. 1 olinmaydi, 2 olinadi. Demak, kvadrat tenglamaning, berilgan tenglamaning ildizi x barobar 2 bo'ladi. 52. X kvadrat 5x plus 6 teng 0 qilib surat 0 ga tenglanadi. Mahrajimiz esa 0 ga teng emas qilib ishlanadi. X teng emas minus 2 ga.
Birinchi ildizimiz -2, ikinchi ildizimiz esa -3. -2 ildizsiz qilib qabul qilinmaydi, chunki -2 ga teng bo'lishi mumkin emas. X barobar -3imiz ildizsiz qilib qabul qilinadi. Mana bu 53 va 54-savollar ham bir xil. 55 ham bir xil ekan, mustaqil ishlab ko'rsa bo'ladi. 56-savoldan boshlasak. Suratni avvalambor x + 2 teng emas 0 degan joyi bo'lishi kerak. Tenglamani aniqlanish sohasi bu. X teng emas -2. Endi suratni kublik qisqa ko'paytirishni formasiga ko'ra ochib o'ramiz. Ikkalasi qisqarib ketadi. X kvadrat -2 x + 4 paydo bo'ladi. X + 14. Ifodalarni bir tomonga o'tkazib soddalashtirib olsak, x1 teng 2, x2 barobar 5. -2 bilan 5 paydo bo'ladi. -2 bo'sh to'plam olinmaydi, 5 olinadi. 27 ham xuddi shunaqa. X -3 teng emas 0 qilib mahrajdan olinadi. X teng emas 3. Suratni kublikka ochib olamiz. Kublik formulaga qisqa ko'paytirishning kvadrat tenglama paydo bo'ladi. Yana yuqoridagidek ildizlarni topamiz. X kvadrat plus 2x minus 15 teng 0. x1 barobar minus 5, x2 barobar 3. 3 bosh to'plam 5 ildiz.